Salom do'stlar, Germaniyadan. Bugungi info-vlogimizda sizlar bilan til darajalari bilan Germaniyani qaysi programmasiga kelish haqida gaplashamiz. Agar sizda A1 daraja bo'lsa yoki o'zi umuman olganda A0 bo'lsangiz, Germaniyaga Oper programmasi bor. Shu programma bilan kelsangiz bo'ladi. Men o'zim masalan B1 bilan Germaniyaga bitta kichkina oilaga Oper programmasi bilan ikkinchi marta kelganman. Bunda siz oila topishingiz kerak Germaniyadan. Sizga konsalting agentство kerak emas, yordam berishi, o'zingiz ham internetdan bemalol qidirib topsangiz bo'ladi. Men o'sha paytda Oper Worlddan topganman. Bu birinchisi, nemis tilini yaxshi bilmasdan turib Germaniyaga shunaqa kelsangiz bo'ladi. Bu yerda siz nemis tili o'rganasiz, integratsiya qilasiz, xohlasangiz keyinchalik masalan 1 yilgacha ham qilsangiz bo'ladi. 1 yildan keyin Germaniyada boshqa programmaga o'tkazib qolishingiz ham mumkin. Shunaqa. Endi keyingisi salgina o'rin balandroq A2 bilan siz FSJga kelsangiz bo'ladi. Bu Freiwillige Soziales Jahr. Bu ham Operga o'xshagan programma. Bunda siz klinikalarga poliklinika, klinika, har xil kasalxonalarga kelib, volontyor sifatida ishlaysiz. Bunda siz hech narsani bilishingiz shart emas. Nemis tilini A2 bilsangiz, qidirib ko'rsangiz bo'ladi O'zbekistondan turib. Keyingisi B1 bilan B2 darajada nemis tilini bilsangiz, Germaniyada kollejlarga borib, kasb o'rgansangiz bo'ladi. Buning nomini Ausbildung deydi. Ausbildung haqida to'liq bitta videoimda to'xtalganman. Ko'rishinglar mumkin agar sizlarga bu programma qiziq bo'lsa. B1, B2 daraja bilan Ausbildungga kelasizlar. Unda 3 yil o'qiysizlar. Xullas, bu ham zo'r imkoniyat Germaniyaga kelish uchun. Va endi yuqoriroq darajalarga o'tamiz. Hammaga ma'lumki, nemislar bilan deyarli bir xil gaplashish C1 darajada bo'ladi. Ya'ni siz agar C1 darajada bo'lsangiz, qo'rqmasdan universitetga hujjat topshirishingiz mumkin. Endi yana har xil shartlari bor o'zini. Agar siz bakalavrga kelmoqchi bo'lsangiz, demak siz maktabni bitirgandan tashqari O'zbekistonda 11 yillik ta'limdan keyin 1 yildan 2 yilgacha O'zbekistonda bakalavr o'qishni boshlagan bo'lishingiz kerak. Shunda siz Germaniya ta'lim yillariga to'g'ri kelasiz va hujjatlaringizni topshira olasiz. Bakalavrdan keyin magistraturaga kelish osonroq undan ko'ra. Chunki siz bakalavr tugatgan bo'lasiz, C1 nemis tilingiz bo'ladi. Keyin shunda siz xohlagan o'zingiz o'qigan yo'nalishingizni xohlagan universitetga keyin yangitdan topshirib ko'chirishingiz mumkin. Ya'ni magistraturaga kirishingiz mumkin. Ular shunaqa. Demak, har bitta yo'nalishda til darajasiga qarab Germaniyaga kelishingiz mumkin ekan. Bu degani siz faqatgina harakat qilishingiz kerak. Shunaqa. Endi unga chuqurroq to'xtaladigan bo'lsak, masalan, har bitta programmani o'zining shartlari bor, yosh darajasi ham cheklangan. Universitetdan tashqari, masalan, Ausbildungda yosh chegarasi cheklanmagan va bundan tashqari FSJ boyga FSJ bilan Operda yosh chegarasi bor. Lekin masalan, FSJda ham даже agar siz 26 yoshgacha adashmasam FSJ qila olasiz, 26 yoshdan katta bo'lsangiz, unda siz boshqa FSJga o'xshagan yosh kattalarga mo'ljallangan volontyorlik programmasiga kelsangiz bo'ladi. Ikkitasi bitta narsa, faqat yosh chegarasi FSJda bo'lgani uchun nomini boshqacha qilib qo'yishgan. Xullas shunaqa. Video yoqqan bo'lsa like bosinglar, kommentariya yozinglar, savollaringlar bo'lsa albatta men javob bersam, o'zim ham javob bersak xursand bo'laman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, e'tibor uchun rahmat.